Demak, uchburchakka ichishtirilgan aylana mavzusi. Ta'rif: uchburchakning barcha tomonlariga urinuvchi aylana uchburchakka ichishtirilgan aylana deyiladi. Mana bu aylana uchburchakni barcha tomonlariga urinyapti. Shuning uchun ichishtirilgan aylana deymiz. Aylanaga tashqi chizilgan uchburchak deb bo'lmaydi. Sabab, deylikki, aylana beriladigan bo'lsa, aylanaga tashqi chizilgan uchburchaklarni cheksiz ko'p o'tkazishimiz mumkin. Mana bularni hammasi nima bo'ladi? Aylanaga tashqi chizilgan uchburchaklar cheksiz ko'p. Lekin uchburchakka ichishtirilgan aylana yagona. Shuning uchun aynan uchburchakka ichishtirilgan aylana deb ataymiz. Xossalarni keltiraylik. Deylik, birinchi xossa mana uchburchakka ichishtirilgan aylana. Xo'p, uchburchakning uchlarini aylananing markazlari bilan tutashtiraylik. Uchlari A, B hamda C bo'lsin. Aylanadan tashqaridagi nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar o'zaro teng edi. Mana bu urinish nuqtalarigacha bo'lgan masofalar deylik A bo'lsin. Mana bu ikkalasi A'ga teng. Mana bu B'dan urinish nuqtasigacha masofa B bo'lsa, mana bu urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa ham B bo'ladi. C'dan urinish nuqtasigacha masofani C desak, bunisi ham C bo'ladi. Bilamizki, urinish nuqtasiga o'tkazilgan radiusimiz urinmaga perpendikulyar edi. Mana bu radiuslarimiz urinmaga perpendikulyar. Mana burchaklar 90 gradus. Xo'p, radiuslar uzunliklari o'zaro teng. Bu R desak, bunisi ham R, bunisi ham R. E'tibor qilsalaring, mana bu uchburchakning 3 ta tomoni bu uchburchakning 3 ta tomoniga teng. Demakki, bu uchburchaklarimiz o'zaro teng ekan. Mana bu uchburchak bilan bu uchburchak. Radius qarshisidagi burchakni alfa desak, radius qarshisidagi mana burchak ham alfa bo'lyapti. Demakki, mana bu kesmamiz burchakni teng ikkiga ajratyapti. Bu bisektrisa bo'ldi. Mana bu uchburchakda mana bu uchburchakning 3 ta tomoni bu uchburchakning 3 ta tomoniga teng. Demakki, bu uchburchaklar o'zaro teng. Shunda agar mana bu burchakni beta desak, bunisi ham beta bo'lyapti. Mana bu uchburchakning 3 ta tomoni bu uchburchakning 3 ta tomoniga teng. Demak, uchburchaklar tengligini birinchi alomatiga ko'ra bu uchburchaklar teng. Radius qarshidagi burchakni gamma desak, radius qarshidagi burchak mana bu ham gamma bo'lyapti. Demakki, mana bu kesmalarimiz bisektrisalardan iborat. Uchburchakka ichishtirilgan aylana markazi uning bisektrisalari kesishgan nuqtada yotadi. Navbatdagi xossani keltiramiz. Uchburchakka aylana ichishtirilgan bo'lsin. Uchburchakning uchlari A, B, C bo'lsin. Xo'p, aylananing markazini uchburchakning uchi bilan tutashsak, bu bisektrisa edi. Bu yerda mulohaza, buni birorta A desak, AOB, BOC hamda AOC uchburchak yuzalari yig'indisi ABC uchburchak yuzini beradi. Demakki,
ABC uchburchak yuzi teng S AOB plus S AOC plus S BOC. ABC uchburchak yuzini S desak, AOB uchburchak yuzi haqida nima deyamiz? Deylikki, hop, mana bu radius R bo'lsin. Mana bu urinish nuqtalariga radius o'tkazyapmiz. Radius R ga teng. Tomon uzunliklari A bo'lsin, B bo'lsin, C bo'lsin. AOB uchburchak yuzi asos va balandlik ko'paytmasining yarmiga teng. 1/2 AR. AOC uchburchak yuzi asos va balandlik ko'paytmasining yarmiga teng. 1/2 BR. BOC uchburchakning yuzi 1/2 C ko'paytirilgan R. S teng umumiy ko'paytiruvchini qavsdan tashqariga chiqarsak, qavsda A, B hamda C yig'inni qilyapti. Bundan 2 ko'paytirish bo'lsa, deylikki S teng 1/2 ABC yig'indi nimani beradi? Uchburchak perimetrini beradi. Perimetr ko'paytirilgan R. Bundan radiusni aniqlaydigan bo'lsak, R teng 2S taqsim P ekan. Mana har qanday uchburchakka ichkisilgan aylana radius formulasini keltirdik. Olasizlar. Endi xususiy holdagi uchburchaklar uchun formulalar keltiramiz. 3. Aytaylikki, mana aylana teng yonli uchburchakka ichkisilgan bo'lsin. Uchburchagimiz teng yonli. Asos tomoni A bo'lsin, asosdagi burchaklari esa alfa bo'lsin. Ichkisilgan aylana radiusini hisoblamoqchimiz. Aylana markazini uchburchakni uchi bilan tutashtiradigan bo'lsak, bu kesma bissektrisa dedik. Bissektrisa burchakni teng 2 ga ajratadi. Bu burchak alfa taqsim 2. Hop, urinish nuqtasiga o'tkazilgan radiusimiz urinmaga perpendikulyar. Hamda bu radiusimiz asosni teng 2 ga ajratadi. Asos tomoni A bo'lsa, bu tomonlarning uzunliklari A taqsim 2 ga teng. To'g'ri burchakli uchburchakda o'tkir burchak tangensi qarshidagi katchning yonidagi katchga nisbatiga teng. Ya'ni R taqsim A taqsim 2. Bundan A taqsim 2 ko'paytirish bo'lsa, R teng A taqsim 2 tangens alfa taqsim 2 formulaga kelamiz. Xo'p, agar teng yonli uchburchakning asosi va asosdagi burchagi berilsa, ichkisilgan aylana radiusini mana shu ko'rinishda hisoblaymiz. Olasizlar. Hop, 4. Xususiy holda to'g'ri burchakli uchburchakka ichkisilgan aylana radiusini aniqlamoqchimiz. Deylik, mana bu aylana to'g'ri burchakli uchburchakka ichkisilgan bo'lsa, mana burchak 90 gradus. Aylana markazidan urinish nuqtasiga radius o'tkazaylik. Urinish nuqtasiga o'tkazilgan radiusimiz urinmaga perpendikulyar bo'ladi. Mana bu radius R bo'lsa, bunisi ham R. Shunda mana bu to'rt burchagimiz nimadan iborat? Kvadratdan iborat. Kvadratning qarama-qarshi tomonlari teng. Mana bu kesma R bo'lsa, bu kesma R bo'lgani uchun bunisi ham
Aytaylikki, mana bu katitimiz A bo'lsin. Bu qismi R bo'lsa, qolgan qismi nima bo'lar ekan? A minus R bo'ladi. Mana bu katitimiz B bo'lsin. Agar mana bu qismi R bo'lsa, qolgan qismi B minus R bo'ladi. Gipotenuza C bo'lsin. Bilamizki, aylanadan tashqaridagi nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar o'zaro teng. Bu kesma A minus R bo'lsa, urinish nuqtasigacha masofamiz ham A minus R. Mana bu masofa B minus R bo'lsa, urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa ham B minus R. Hop. Demak, mana bu kesmalarimiz B minus R, A minus R bo'lyapti. Bu ikkala kesma uzunliklari yig'indisi gipotenuzani berish kerak. A minus R plus B minus R teng C. Bundan A plus B minus C teng 2R. 2 bo'lishib o'tsa R teng A plus B minus C taqsim 2 formulaga kelyapmiz. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakka ichsilgan aylana radiusi katitlar yig'indisi va gipotenuza ayirmasining yarmiga teng ekan. Yozib olasizlar. Hop, xususiy holda teng tomonli uchburchakka ichsilgan aylana radiusini keltiraylik. Mana bu aylanamiz teng tomonli uchburchakka ichsilgan bo'lsin. Mana tomonlari, uzunliklari o'zaro teng. Tomoni A bo'lsa, har qanday uchburchak uchun ichsilgan aylana radiusi 2S taqsim perimetr, ya'ni yuzani ikkilanganini perimetrga nisbatiga teng dedik. Muntazam uchburchak yuzi nimaga teng edi? Hop. A kvadrat ilzosida 3 taqsim 4 edi. Perimetr esa 3. 2 bilan 4 qisqaradi. 2 tadan 3lar qisqarsa, A'lar ham qisqaryapti. A'lar qisqaradi. R teng A taqsim 2 ilzosida 3. Mana. Demak, teng tomonli uchburchakni tomoniga ko'ra ichsilgan radiusi formulasi. Deylikki 2S taqsim P da uchburchak yuzini 1 taqsim 2 AH desak, perimetrimiz 3 bo'lyapti. A'lar qisqaradi, 2lar qisqaradi. Ichsilgan aylana radiusi H taqsim 3. Ya'ni teng tomonli uchburchakni balandligiga ko'ra ichsilgan aylana radiusini hisoblash formulasini keltirdik. Olasizlar. Idisi geometriyasidan mavzuga doir bir ikkita masalalar yechamiz. Aytaylikki, mana bu aylana uchburchakka ichsilgan bo'lsin. Aylana markazi orqali asosiga parallel kesma o'tkazildi deylik. A, B, C, D, E bo'lsin. Mana bu markaz. O bo'lsin. Nimani keltira olamiz? Hop, ichsilgan aylana markazi uchburchakning bisektrisalari kesishgan nuqtada yotardi. AO kesmani o'tkazadigan bo'lsak, bu bisektrisa. CO kesmani o'tkazsak, bu ham bisektrisa. Bu burchak alfa bo'lsa, bunisi ham alfa. Bu burchak beta bo'lsa, bunisi ham beta.
ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng edi. Bu burchak alfa bo'lsa, bunisi ham alfa. Bu burchak beta bo'lsa, bunisi ham beta bo'ladi. AOD uchburchagimiz teng yonli uchburchak. Agar mana bu kesma uzunligini birorta A desak, A bo'lsin, bunisi ham A bo'ladi. OYC uchburchagimiz ham teng yonli uchburchak. Demakki, mana bu kesma uzunligi B bo'lsa, bunisi ham B bo'ladi. Hop, mana bu qanaqadir C bo'lsin, D bo'lsin. Hop, shu yerda DBY uchburchak perimetriga to'xtalaylik. DBY uchburchakning perimetri nimaga teng? A plus B plus C plus D bo'ladimi? Uchburchak perimetri tomonlari uzunliklari yig'indisiga teng. Hop, A bilan C ni bitta guruh, B bilan D ni bitta guruhga olaylik, guruhladik. A bilan C ning yig'indisi, mana A bilan C ning yig'indisi AB ga teng. Hop, B va D ning yig'indisi nimaga teng? BC ga teng. Ya'ni mana bu uchburchakning yon tomonlari uzunliklari yig'indisi DBY uchburchakning perimetriga teng bo'lib qoldi. Farz olasizlar. Hop, perimetrda tuzatib qo'ydim. Aslib yozgan ekanman deb. IDC kitobidan yana bir masala yechaylik. Deylikki, aylana uchburchakka yetishtirilgan bo'lsin. Uchburchakning uchlari A, B, C, D, E bo'lsin. Hop, urinish nuqtasidagi nuqtalarimiz deylikki F, mana bu esa K bo'lsin. D nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar o'zaro teng edi. Mana bu kesma uzunligi A bo'lsa, bunisi ham A bo'ladi. Bu kesma uzunligi B bo'lsa, bunisi ham B bo'ladi. Bu C bo'lsin, D bo'lsin. DBY uchburchakning perimetri nimaga teng? Tomonlari uzunliklari yig'indisiga teng. A plus B plus C plus D. A bilan C ni bitta guruh, B bilan D ni bitta guruhga ajratib olaylik. A plus C yig'indimiz BF ni beradi. B plus D yig'indimiz BK ni beradi. Ya'ni DBY uchburchakning perimetri FB hamda BK tomonlar, kesmalar uzunliklari yig'indisiga teng ekan. Yozib olasizlar. Hop, IDC geometriyasida yana bir qiziqarli masala. ABC teng yonli uchburchak berilgan bo'lsin. Bunda AB hamda BC o'zaro teng. B uchidan ixtiyoriy, mana B uchidan kesma o'tkazilyapti. Hosil bo'lgan uchburchaklarga yetishtirilgan aylanalar o'tkazilyapti. Hop, aylanalarning mana bu kesmaga urinish nuqtalari orasidagi masofa D ni aniqlashimiz kerak bo'lsin. Hop, aytaylikki B uchidan D gacha bo'lgan masofa bizga noma'lum A bo'lsin. Bu holda mana bu kesma ham A bo'ladi, chunki aylanadan tashqari nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar o'zaro teng. D kesma bizga noma'lum X bo'lsin. B nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar o'zaro teng. B'miz A plus X bo'lsa, B nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa ham A plus X bo'ladi. C nuqtadan
urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa deylikki birorta hop B bo'lsin. C nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa ham B bo'ladi. A nuqtadan urinish nuqtasigacha masofa C bo'lsa, A nuqtadan mana bu urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa ham C bo'ladi. Shartga ko'ra AB hamda BC o'zaro teng edi. Mana AB kesmamiz A plus C ga teng, BC kesmamiz esa A plus X plus B bo'lyapti. A'lar ixchamlashsa, hop, X teng C minus B bo'lyaptimi? Hop, demakki mana bu ikkalasini nimasiga teng bo'lyapti? Ayirmasiga teng bo'lyapti. Mana bu qismlari endi keltirmasak ham bo'ladi. Yozib olasizlar.